Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan yosh avlodni ma'naviy ma'rifiy saviyasini yuksaltirish, ularda milliy qadriyatlar va buyuk ajdodlarimiz merosiga hurmat tuyg'usini shakllantirish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Tumandagi 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan kelajak soati doirasidagi navbatdagi ma'naviy ma'rifiy uchrashuv ana shunday tadbirlardan biri bo'ldi. Unda Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi rahbari Shohista Turg'unova ishtirok etdi. Tadbir davomida 5-sinf o'quvchilari bilan buyuk mutafakkir, shoir va davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hayoti hamda boy ijodi merosi haqida samimiy suhbat o'tkazildi. Shohista Turg'unova o'z nutqida Navoiy bobomizning ilm, fan, adabiyot va ma'rifat rivojiga qo'shgan ulkan hissasi, uning asarlarida ilgari surilgan insonparvarlik, ezgulik va komillik g'oyalari bugungi yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidladi. Uchrashuv jarayonida o'quvchilar ham faol ishtirok etib, Navoiy ijodi yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Shoir g'azallaridan namunalar aytib berishdi. Tadbir yakunida yoshlarni kitob mutolaasiga keng jalb etish, ajdodlarimiz merosini chuqur o'rganishga da'vat etildi. Bu kabi ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar yoshlarning tarixiy merosimizga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni vatanparvarlik va yuksak ma'naviyat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.